100 ming so'mlik oshni obzor qilamiz. Qanaqa ekan ko'rinishi. Bu safar boshqa joydan zakaz qildim oshni. İçida go'sht, bodring, pomidor, tuxum bor ekan. Mana shunaqa oshlarni rosa yaxshi ko'raman. Kecha gaz xolamiz telefon qilib, biz uyimizga chiqib divanni ko'tarish vora olaysanmi deb so'radilar. Voy, uzr, men ko'chaga chiqib ketyaptim, ishlarim bor edi deb yolg'on gapirdim. Chunki men divan ko'tara olmayman. Ularning divani juda ham og'ir. Nimaga menga aytadilar? Pochamiz bor-ku. Pochamiz ishda ekanlarmish. Men bilan qaynukam divanni ko'tarish vorsin deb iltimos qildilar. Lekin men ko'tara olmayman divanni. O'shaning uchun aldadim, ishim bor deb. Bismillah. Keyin qaynukam o'zi chiqdi. Kaz pochamiz ishdan ozginaga ruxsat so'rab kelibdilar. Ana bo'lar ekan ruxsat so'rashsa. Erkak kishi ko'tarsin divanni, nima men ko'taraman divanni. Ko'chaga olib chiqish kerak ekan uni keyin. Bismillah. O'shanga yo'q, yordam bera olmayman demadim-da, voy uzr. Ko'chaga chiqib ketyaptim dedim. Shunga qaynukam, "Uf, yana ish buyuryapti-ya" deb turib chiqib ketib, divanni ko'tarib yordamlashgandan keyin, uyga kelgandan keyin qaynonamga telefon qilib, "Rosa og'ir ekan divan" deb rosa zalba qildi qaynukam. "Ash og'ir narsani menga ko'tar" deyaptilar. Rahmat, men yana 3-4 ta tug'ishim kerak. Mazada xolamizga yordam berib bo'lsam bo'ldi. Shunisi yoqadi.